tumanidaman. Toshkent viloyati Parkent tumani Qoraqalpoq qishlog'ida yashayman. Abduraimova Mastura Tursunxo'jayevna bo'laman. Men 1988-yil Parkent tumanida qiz bolalikka boqib oldim. U qiz ismi Yoqubova Zumrat. Endi men shuni boqib olganimdan keyin Alloh menga ikkita yana farzand berdi. Shuni orasida men uni katta qilib boqib, avliyo qilib olib yurdim. O'zimni qizlarimga ham unaqa qaramadim. Men hech o'gaylik, men o'gay emasman, o'gaylik ham qilmadim. Hammasini qildim. Qo'limdan kelgan hamma yaxshilikni qildim. Bu yaxshilikka yaxshilik bilan javob bermadi. Mani shunaqa yaxshi xo'jayinim bor edi, voy a'lo darajadagi inson edi. Shunaqa xarakterlari yaxshi. Shu insonni ham qiynab o'ldirib qo'ydi. Mashina oluvdi, mashinani haydab ketib urdi. 7 millionmi 8 millionga tushirdi mashina qilib. Sigirim bor edi. Sigirimni ikkita sigir sog'ardim. Ikkita sigirimni 10 millionga sotsam 10 millionni o'g'irlab ketdi. Men 40 yil, salkam 40 yil davlat ishida ishladim. Xo'jayinim ham shunaqa ishladi. Qizlarga ham kun bermaydi. Qizlarni urib, shifoneri ichiga tiqarib, ko'z oynagi sinib, u endi bitta ikkita holat, unaqadan nechtasini qiladi. Har kuni to'palang. Unga yo dollar berish kerak, yo so'm berish kerak, qayerdandir topib berish kerak. Topib berishga harakat qilardik. Gapimizni ko'chaga olib chiqishdan uyalardik. Or nomuslik insonlar edik. Oxiri men shunga kelib taqaldi-da. Oxiri menga qo'l ko'tarib uradigan bo'ldi. Urib ziraylarimni uchirib yubordi. Hammasiga chidadim. O'yda hech narsa qo'ymaydi. Qo'liga nima tushsa olib chiqib ketadi. Mana mahallada ham bolalar bilan yaxshi bo'lmaganligi uchun uni bo'yniga temir bog'lab, sudrab keldi. O'shalarda ham qaratib tuzattirib oldim. Hali endi bir parkatni milisasidan chiqarsak, Chirchig'i milisasiga tushadi. Chirchig'i milisasidan chiqarsak, Yangi bozorda sotiga tushadi. Nuqul u bilan ishtarab to'lab yuramizda, ishtarab to'lab yuramiz. Endi men aytaman, shu o'g'il bolammi bu, yo'q qiz bolammi, nima bola bo'lyapti? O'g'il bola bo'laman deb unda qo'ymadi. O'shanga ham harakat qildik, mayli shunga qilaylikchi, agar bo'lsa, mumkin bo'lsa qilaylik deb. Molimni sotib o'shanga rostdan ham o'zi Toshkent nima banisasiga ham olib bordik. Nima qilayin endi? Yig'layman, dod deyman, faryod deyman. Odamlar ham to'g'ri tushunsin. Men bu qizim ham demayman, menga kerak emas. Men voz kechdim undan. Menga kerak, umuman meni ko'zimga ko'rinmasin. Shunaqa yomon ko'rindi. Lekin men shunaqa inson emas edim. Endi kerak emas menga bunaqa qiz. Kechirim so'rab chiqdi-ku, kechirasizmi? Yo'q. Yo'q, kechirmayman. U kechiradigan gaplar emas-da. U kechiradigan gaplar emas. Uni og'zidan chiqqan gaplar, endi o'zinglar ham ko'rgandirsizlar, eshitgandirsizlar. Pensiya pulimgacha o'g'irlab ketadi. Mana yaqinda lecheniya olaman deb pul yig'sam, 7 million pulimni shunda o'g'irlab ketdi. Nonga pul olib qo'ysam, o'g'irlab ketdi. Bir narsa chakvaladimi, bir narsa ichib oladimi, bilmayman. Kelib, baribir seni o'ldiraman, seni rasa yomon ko'raman deb meni hech qo'ymaydi. O'shalaridan ham men qo'rqaman. Davlatdan, prezidentimizdan menga tinchlik, xotirjamlik bersin, yordam bersin.
shuni mandan yo'qotib yordam bersin. Rahmat prezidentimizga. Mayli shunchalik kelib xabar olibsizlar. Tani joninglar sog' bo'lsin, baraka topinglar. Yordam beringlar. Iltimosim faqat yordam beringlar, yordam beringlar. Men uni basharasini ko'rmay, gap so'zga qolmaylik deb hamma narsani aytmay, gap so'zimni ko'chaga chiqarmay o'tirdim. Bo'lmadi. Shunda endi hozir 38 ga chiqqan bo'lsa, shuncha yillar davomida tuzuk bo'lmagan inson endi tuzuk bo'lmaydi.